Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjonov. Yaxshilik sari kanalining obunachilar qolaversa, azizlar yaqinda tanishtirib o'tib ketaman. Shu yonimizdagi turgan opamiz, bu inson ham necha yildan beri shu musofir yurtda YouTube kanallari bor. Musofir ona degan. Azizlar, xudo xolasa, hammalaring like bosib, videoni kengroq tarqatamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bilasizlar, hozir biz Moskva shahridamiz. Shu yo'qolgan shu askarlar bo'yicha O'zbekistondagi fuqarolari musofir yurtga kelib ishlayman degan maqsadda endi ayrim biz ustida bo'lmaganmiz, shu yo'lga kirib qolgan. Shu musofir ona kanalida opsiyasiga o'zlarini kontaktlarini qo'yib o'tamiz. Hozir so'z navbatini ham beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, yonimizdagi insonimiz Surxondaryo viloyatidan Jamshidbek bo'ladi. Bu Jamshidbekni qisqacha ma'lumotini tushuntirib o'tib ketaman. O'zlarini akalari shu Rossiya Federatsiyasiga ishlash maqsadida kelib, shu o'zi xohishi bilan nimaga SOga kontrakt qilib ketgan. Ketib endi taqdir taqozosi bilan biz yaqinda ko'rishdik, boshqa qildik. Bu inson shu onalari bilan shu Moskvada bormagan joyi qolmagan. Lekin maqsadlariga erishib, akalarini shu oxirgi manzillariga kuzatib, yerga qo'yishib, janozalarni o'qitishib, mana o'zlari hozir ko'chada qolishgan. To'g'ri gap, Jamshid xafa bo'lmaysiz meni gapimga. Shu akasini oqtarish maqsadida hazilakam pul ketmagan. O'zlari oqqon kasali bilan kasallangan. Hozirda o'zi Hindistonga borish kerak. Ancha pullarni sarflab borgan. Oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsangiz kerak, shu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Omina opamizni videolarini keng tarqatganmiz. Kimlardir ehson qilgan, kimlar ehson qilgan bo'lsa, hammadan Alloh rozi bo'lsin. Ne'mat akalar, shu Bayta bobolar shu paytida kelgan paytida O'zbekistonga kelganda o'z yordamlarini ayamagan. Qolaversa, musofir yurtdagi O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz, opa, aka, uka, singillarimiz qo'llaridan kelgancha ehsonni ozi ko'pi bo'lmaydi. Kimni duo qilgan, qo'ldan kelgancha ehson qilgan, hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Hozir musofir onaga so'z navbatini beraman, o'zini tanishtirib o'tiradi, keyin shu Jamshidbekka o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshilik sarini podpischilari, obunachilari. O'zimni tanishtirsam, men 15 yildan beri shu musofir yurtda, shu musofirchilikda non topib, Allohga shukr yuribmiz. Shunday odamlarga yordam berib, oldin zamonlar boshqacha edi. Bunaqa yaxshilik qilishlar, nimalar, bunday yordam nimalardi, bunday videolar bizning davrda hali rivojlanmagandi. Endi mana internetlar hamma rivojlanib, hamma bir-biriga yordam berib, og'irini yengil qiladigan zamonlar kelibdi. Xudoga shukr. Shunchalik xalqimizda, xod musofirda, xod O'zbekistonda bo'lsin, yaxshi insonlar ko'p, yordam beradigan. Haqiqatdan sizlardan so'rab qolaman, bu bolamizga hozir yana yordam nima kerak? Poddershkalar ham kerak, duoyilar kerak. Asosiy xalqni duosi o'tadi. Duo avvalo yoshi katta onaxonlar baribir ko'radi, uyida hammada televizor bor, telefon, zamonalashib ketdik. Hamma yoq bor. Duo, avvalo duo qilinglar, bu bolani mushkuli oson bo'lsin. Hozir bu bolani uyi ham zalogda ekan, o'zini sog'lig'ida muammo, kimda qancha ko'ngildan chiqarib. Lekin biz o'zbek xalqimiz hamisha ehsonga ajratilgan puli bo'ladi. Hamisha niyat qilib kimgadir beraman deb. Shunday insonlarimizdan so'rab qolaman, shu bolaga yordam beringlar. Haqiqatan buni turishiga qaraganda negativchilar ham chiqadi baribir. Ishlasa bo'lmaydimi? Yosh ekan, unday to'g'ri yosh, lekin shu yosh boshiga mana katta nimalar tushibdi, musibatlar boshiga. Sizlardan so'rab qolamiz. Biz mana ko'rib, xolisona yordam beryapmiz. Sizlardan ham yordam so'rab qolamiz. Mana o'zini ham eshitdinglar. Men hozir sizni gapingizga qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Men bor o'zim. Hurmatli kuzatuvchilar, haqiqatdan ham negativchilar bo'ladi. Bu oson tutib bo'lmaydi. Qachonki inson zotiga shu boshiga shunaqa mushkul tushsa, keyin tushunadi, ungacha tushunmaydi. Azizlar, hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib mana
o'zimizni Yaxshilik sari kanalida xudo xohlasa hammamiz bu videolarni tarqatib, podpiskalarni bosib, kengroq videolar tarqatadigan bo'lsak, safimiz kengayadi. Xudo xohlasa bundan keyin boshqacha Rossiyada misol kasal bo'lib yotib qolgan aka-uka, opa-singillarimiz bor. Больницаlarda telefon qilishyapti, qilishmayapti bas. Shularga ham boramiz, xudo xohlasa ehsonlarni qilib, qancha qanaqa yordamlar bo'lsa biz qochmaymiz. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursalar ham bo'ldi. Jamshidbek, o'zingizni tanishtirib, nima qilaverasiz? Hop, assalomu alaykum avvalambor hammaga. 2000-yilman, 26 yoshdaman hozir. O'zim tug'ilib o'sgan joyim Surxondaryo, Toshkentda o'qiyman, kvartiram Toshkentda. Shu akam eng kattamiz oilada 94-yil 2018 Rossiyaga ketgan edi. 2021 qamalib qoldi. U keyin shu qamoqdan urushga ketdi Samarada. Urushga ketdi. 2024 1-dekabrda ketdi. Mana o'tgan yil iyul oyida 3-iyulda o'ldi. Biz uni rosa harakat qilib, o'ligini zo'rg'a topib, yer sotdik, boshqa qildik. Keyin uyga olib bordik. Onam ikkalamiz rosa izladik. Ingushetiyaga bordik, Petriga bordik. 2 martalab kelib ketdik. Mani Jamshidbek, onangiz bilan gaplashganimizda onangiz bir narsani aytib o'tib ketishdi. Mashinalarni qo'liga ham tushgan paytlar ham bo'lgan ekan. Bir ikkitasiga joyi kelsa telefon qildik, yo Moskvadan advokat topdik. Ular 30% berasan deyishdi, pullarni olib beramiz. 20% berasan deyishdi, ba'zilari 50% ham so'radi. Endi bir odamni joni bu yerda qurbon bo'lib turibdi, lekin odamlar orqasida yana pul ishlamoqchi bo'lyapti-da. Orqasida yana оборотini o'zini nimasini o'ylaganlar ham bor. Joyi kelsa o'zimiz jigarlar ham yordam bera olmay qoldi bizga. Keyin oxiri ilojimiz qolmadi. Uyni zalogga qo'yganmiz hozir. Uyda o'zimiz yashamayapmiz. O'zimiz Toshkentda kvartiraga turibmiz. Ya'ni Toshkentda ishlashadi akam. Bu yerda ham kvartira bor. O'sha kvartira orqasidan ham ozgina daromad qilib turibmiz-da. O'zimiz tekin yashash uchun harakatdamiz. Men o'zim hozir Moskvadaman. Moskvaga yaqinda keldim o'zim. Endi o'zim 4-darajali oqqon 4-darajasiga o'tganman. Bir marta Hindistonga borib keldim. Hindistonda bir lechinamni oldim. Endi menga ilik implantatsiyasi, ilik ko'chirib o'tkazish kerak. Unga ham katta pul so'rashgan. Hozir bizni imkonimiz qolmadi-da. Sochishga na narsamiz qoldi, na boshqa. Uyda hozir prosta arzimagan pulga zalogga qo'yganmiz. 3 oyga qo'ygan edim. 1 oy o'tdi, 2 oy qoldi. 2 oy ichida pulni qilib bermasak, uyimiz butkul boshqa odamga o'tib ketadi. Biz o'zimiz yana keyin qolamiz-da, ishonasiz. Qanchaga qo'ygansizlar uylarni zalogga? 60 millionga qo'yganmiz. Chunki o'sha payt pul zarur edi, o'sha pul bilan ancha ishlarimiz bor edi. Hisoblaganimiz 60 million kerak bo'lgan, biz qo'yamiz deganimizda men beraman, faqat uyni men nomimga o'tkazib berasan. Agar pulni qilib berasan, uyni o'zlaring o'tkazib beraman, ishonchli bo'lsin deb. O'sha vaqtiga pulni qilib bermasalaring, uy menga o'tib ketadi, xafagarchilik bo'lmaydi degan. Bizda iloj yo'q edi. Onam ikkalamiz shu qarorga kelib, shunaqa qilganmiz keyin. Dadam o'zi 3-guruhda nogironi. 2007-yil avariya bo'lib, ham boshdan satrashini tushgan, 32 ta choki bor. Chap oyog'i kalta o'zi, dadam ham ishga yaroqsiz. Dadam ham guruhga chiqaramiz dadamni, xudo xolasa harakatdamiz uni ham. Bordim ishlarga, ko'rdim, ishlab ham ko'rdim. Oyog'im shishib ketdi, mazam bo'lmay qoldi. Ko'p больницаga tushaman o'zim. Boquvchilar faqat akangiz edi, uni ham yo'qotdinglar. Endi biz oilada 3 ta o'g'ilmiz o'zi. Ikkinchi akam bor 97-yil. Yaqinda o'zi Rossiyada deport bo'lib qaytdi. U deport bo'lgani fevralda deport bo'ldi. Deport bo'lib qaytdi u ham. O'zi ham Toshkentda qolib ketdi. Toshkentda kunlikda ishlaydi. Ro'zg'or uchun. U uylarda tanish odamga berganmidinglar zalogga? Yo'q, biz rosa harakat qilganmiz, izlaganmiz. Keyin begona, ya'ni qarindosh, cheres, tanish bilish qilib topishadi. Shunaqa qilib topganmiz u odamni. Puli bor ekan. O'zimiz yangi qurgan uyimiz edi-da, yangi qurganmiz, 9 xonali qilib. Endi
akam qamalgan paytlari mayli o'rnini bildirmay ertaga chiqib kelsa uylantiramiz. Bu qamalib qolibdi degan nimasi bo'lmasin. Chiqqanda yuzini yorug' qilib uylantiramiz deganmiz. Buni urushga jo'natib yuborgan. O'zini ham grajdanstvosi bor edi, Rossiya fuqarosi edi. Shunaqasidan ketib qoldi o'zi. Balki bu videoni sizni uyga zavod qo'ygan odam ham ko'rib, aka, siz ham insoniylik nimasidan mana haqiqatdan ko'ryapsiz vaziyatini, og'ir vaziyatda, imkonsiz vaziyatda sizga murojaat qilgan ekan. Sizda ham balkim ehson beraman degan niyatingiz bo'lgan bo'lsa, shularni uyiga ehson qilib, balkim oyini ko'paytirarsiz, muddatini, balkim uyni o'zingizga o'zlashtirmaslik uchun какой-то bir variantini qilib ularga yordam bera olsangiz yaxshi bo'lar edi. Sizga murojaatim alohida, uyda zalogga olgan aka. Baribir bu video yetib boradi. Yordam tariqasida jo'natib obunachilar. Bu videoni ko'rsangiz agar aka, sizdan alohida iltimosimiz, bularni uy masalasida ham yordam berishingizni so'rab qolamiz. Hurmatli obunachilar, eshitdilaring, akalarini shu SOga shartnoma qilib, iloji yo'qligidanmi, u bolani misol ko'pchiligiga biz oson tutmaymiz. Ko'pchilikni farzandlari hozir shu joyda. Azizlar, qaysidir misol oilami, ota-onami, nima qilaman haligi qiynalib katta bo'lib nima bo'lganlar hali iloji yo'q bir narsaga erishtiraman degan maqsadda ham ketyapti-da. Rossiyaga hech kim sayohat uchun kelmaydi avvalo. Hamma oilasi uchun, shu farzandlari, oilasi, yaqinlari yaxshi yashashligini bo'yniga ilib, xod ayol bo'lsin, xod erkak bo'lsin, Rossiyaga faqat ishlashga keladi. Ishlar, musofirchilik oson emas. Ha, Dubay, Turkiya bo'lsa, sayohatga borishi mumkin. Atak Rossiyaga hamma uyini, hamma mas'uliyatini, uyini problemasini, qiyinchiliklarni bo'yniga olgan holatda keladi. Ko'p o'spirin bolalarimiz shuni orqasidan, shu oilasini ta'minotini orqasidan ko'p bolalar juvonmay bo'lib ketyapti. Ko'pi podstava bo'lib ketyapti. Ko'pi o'z hali yoshligiga borib, aqlsizligiga borib, kimgadir quloq solib, haqiqatan bu ishga kirib qolyapti adashib. Shular orqasida ota-onalar hali ham aytaman, farzandlaringlarni jo'natmanglar, o'spirin bolalarni. Iloji boricha musofirchilikka jo'natmanglar. O'zbekistonda yo'lini topsin, o'qisin, ishlasin yaxshi joylarda. Til o'rgansin. O'zimizda imkoniyatlar juda ko'p. Biz endi 15 yildan biz Rossiyadamiz, biz musofirchilikka o'rganib bo'ldik уже. Hozirgi yoshlar juda qiziqqon. Ota-onalar, sizlarga yana qaytarib aytaman. Hozir Rossiya oldingidek Rossiya emas, notinch. Уже arzimagan sabab bilan turmaga olib kiryapti-da, ili urush, ili ozodlik degan shart qo'yyapti. Yosh bolalar sabri yo'q ichkarida o'tirishga. Sirazi urush, men tirik qolaman. Meni yuragim sezyapti. Shunday o'ziga o'zi motivatsiya beryapti-da, tushunmay har narsaga qo'l qo'yib, o'sha urushga ketib qolyapti. Qiynalgan oilasi bo'lyapti, ota-onasi bo'lyapti. Buni yoshlar tushunmaydi. Ota-onalar, farzandlarni jo'natmanglar. O'qitinglar, o'rgatinglar, izlansin. O'zimizda imkoniyatlar ko'p. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlardan iltimos qilaman, hech qachon yo'q demagansizlar. O'z fikrlaringni kommentariyaga yozib qo'yishlarini so'rab qolaman. Azizlar, shu videoni pastiga, opsiyaga musofir onaning Instagramlari, xudo xolasa harakat qilamiz Telegram kanalini ochishga. Endi men ham Moskvada umrbod qolib ketmayman, xudo xolasa tez kunlarda O'zbekistonga ham qaytamiz. Azizlar, shu musofir ona kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Telegram kanallarida ham yozib tashlab qo'yamiz, Instagramlarda. Shu Moskvada kimga qanaqa murojaatlar, videolar, reklamalar bo'ladigan bo'lsa, shu musofir onaga bemalol chiqishlari mumkin. Azizlar, shu chiqib turgan karta raqamlariga Jamshidbek uchun Yordamlar, ayamlar. qo'llaringdan kelganicha kimda qanchalik ehsonlaring bo'lsa, yordam berib qo'yinglar. O'zbekiston va Rossiya kartalari bor. Xudo xolasa qo'yib o'tamiz. Keyin duo qilib qo'yinglar azizlar. Duoda ish ko'p. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Azizlar, bo'lmasa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Musofirlarim, sizlardan pardashgan kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Sog'